Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshi bitta kottej so'ragan xaridorlarimiz uchun bitta ajoyib kottejimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz Farg'ona shahar aeroportdan kelganda bu tomondan Bobur kolxoz tomoniga kelganda ro'parada ipodrom kottej tomonlarga yurganimizda 6 so'tlik kottejimiz zudlik bilan sotuvga chiqdi. Mahallamizning umumiy ko'rinish qismi, mahallalarimiz asfalt qilingan, uyimiz mana ko'rib turganlaringdek hovlimiz, 6 so'tlik kottejimiz. Fasad qismi, uyimizga ichkariga kirganimizda holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Uyimizga kirganimizda shundoqqina kattagina darvozaxona tepalarini karkazlar to'qib qo'yilgan. 4-5 ta mashina bemalol sig'adi. Uyimizga planida bu tomonda bitta mehmonxona, bitta spalniya va orqa tomonda ko'rib turganingizda oxirgi tomoniga bitta sanuzel qismi qilingan planida. Lekin hozircha qilinmagan ekan, xohlovchilar olib o'zlari uchun qilsalar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, ushbu kottejimiz 6 so'tlik 4 xonalik, to'liq pishig'ishda bo'lgan, kommunalkalardan hech qanaqa muammolari yo'q. Mana umumiy ko'rinishimiz holatlari, bu tomonda zeleniy zonalarimiz. Uyimizga ikkita proxod, bu tomon asosiy proxodimiz va bu tomonda oshxonaga kirish qismimiz ekan. Ro'parada uyimizning umumiy sanuzel qismi. Uyimiz to'liq atableniya qilingan. Bu kotelniy xonamiz, mana ko'rib turganlaringdek kotellari qilingan. Mana uyimizga kirish holati. Uyimizga kirganimizda o'ng qo'limizda bitta oyoq kiyimlar uchun alohida joy qilingan. Koridor qismimiz bu tomonda. Mana koridorlari. Kirganimizda o'ng qo'limizda bitta dam olish xonasi. Remontlar yaxshi holatda, uyimiz to'liq atableniya qilingan, oyoq taglari pol qilingan. Bu tomonda oshxona qismimiz. Oshxonamizda mana ko'rib turganlaringdek juda ham zo'r holatda. Ushbu xonadonimizda ba'zi bir jihozlari bilan sotiladi. Bu tomon zal qismimiz, bitta kattagina zal. Zaldan ham oshxonaga chiqsa bo'ladi mana. Bu tomonda proxodi. Uyimiz akvarom, polni zo'r akvaromlar ishlatilgan ekan. Konditsionerlar qo'yilgan. Bu tomonda hammom qismimiz. Remontlar yaxshi holatda, dapatalka kafel qilingan ekan. Bu tomonda jetski, bu tomonda sanuzel. Hattoki sanuzelga dur batareyalar qilingan. Bu bitta jetski xonamiz. Ushbu xonadonimiz uchun 90 ming AQSh dollari narx so'rashyapti. Ozmoz kelishilgan holatlari bor. Uyimizda ba'zi bir jihozlari bilan qoladi. Remont holatlari yaxshi holatda. Xo'p, yanada to'liq ma'lumotlarni pastki telefon raqamlarimizni qoldirib o'tamiz. Yaqinlarga ulashib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Podpiska ham esdan chiqmasin. To'liq ma'lumotlarni pastki telefon raqamlarimizda qoldirib o'tamiz. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.